Assalomu alaykum, Umra ziyorati kanalining qadrli obunachilari, barchangizga xayrli kun tilaymiz do'stlar. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yil iyul va avgust oylariga yangi qabullar boshlangan, shular haqida batafsil va to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka opa-singillarga mana shu videoda maksimal darajada tarqatib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik azizlar. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozirgi kunda bizning safarimiz 14 kunlik bo'lib, 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'ladi. 3 kun Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, 11 kun Makka Mukarramada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari taqdim qilinadi. Bundan tashqari, gostinitsa oraliq masofalarimiz Madina Munavvarada 200 metrni tashkil qiladi, markaziyada. Makka Mukarramada esa hozirgi kunda 700-800 metrni tashkil qiladigan gostinitsalar 4 yulduzli juda ham shinam gostinitsalarga joylashtirib borilyapti do'stlar. Hozirgi kunda do'stlar safarimiz juda ham zo'r. Farg'ona, Jidda va Toshkent Jidda yo'nalishlari bo'yicha parvozlarimiz bor. Ya'ni haftaning har seshanba sanasiga Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha, haftaning har chorshanba sanasiga esa Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz to'g'ridan-to'g'ri parvozlar amalga oshiriladi. Xudo xolasa siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda yaxshi niyat qilib safar qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol joylarini bron qilishlaringiz mumkin. Bizning firmamiz tomonidan beriladigan narsalar, ya'ni hozirgi kunda do'stlar siz musofirda kuzatib turgan bo'lsangiz, sertifikat, ya'ni ota-onangizning ism familiyalari yozilgan va datalar yoziladi, qachon qayerdan uchishlari, shularni mana shu Farg'ona, Marg'ilondan bo'lishadigan bo'lsa, bemalol o'zimiz olib borib, tabriklab, mana shunday narsalarni tashab kelish, tashkillash ishlarini ham xudo xolasa qo'limizdan kelgancha yordamlarni qilamiz. Ya'ni bu bir martalik to'lov evaziga hammasi ichiga bo'ladi. Xo'p, bizda firma tomonidan kamzil beriladi, обязательный. Kamzildan so'ng mana bu yerdek sumka beriladi. Bu sumka ham juda ham o'zingizga kerakli. Bo'yningizga osib olsangiz, juda ham yoningizda misol har xil turdagi hujjatlar, bir nimalarni sovlib yursangiz bo'ladigan holatdagi sumka, pishiq, puxta ishlangan. Xo'p, bu esa ya'ni yostiqcha, bu yostiqchamiz samolyotda yoki avtobusda juda ham kerak bo'ladigan narsa. Xudo xolasa sizlarga mana shularni ham bonus tariqasida taqdim qilamiz. Agarda ko'chadan oladigan bo'lsangiz, narxi 200 ming, 250 ming. Mana shu narsalarda o'zi salkam 300-400 ming bo'lib qoladi. Do'stlar, tavsiya beraman, Centrum Holidays Farg'ona Marg'ilonda joylashgan, ya'ni O'ram choyxonasini ko'pchilik biladi, ana shu joyda manzil. Xudo xolasa bemalol kelib ofisda ham to'liq ma'lumotlar olishlaring mumkin yoki mana shu ekrandagi raqamlarda ham ma'lumotlarni olishlaring mumkin. 14 kun safar mobaynida 10 dan oshiq ziyoratlar, tajribali va malakali 50 boshlarimiz hamrohligida 14 kun mobaynida ham ibodat, ham ziyorat, ham sayohat qilib kelish imkonini beradigan safarni amalga oshirib berishadi. Bundan tashqari Qizil dengiz sayohati va bir martalik to'lov evaziga 2 marta umra qilishni beradigan Toyib shahriga ham sayohatlarda amalga oshirib qo'yganmiz. Hoziroq biz bilan bog'laning va joylaringizni bron qiling. Hozirgi kunda Farg'ona, Jidda va Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha narxlarimiz 1025 dollardan Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 1000 dollardan qilib belgiladik. Agarda vizangiz bo'lsa, Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha 900 dollar, Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha 925 dollardan qilib belgiladik. To'lovlarimiz siz istagan usulda Telegram, WhatsApp orqali Zagram pasportlarni beradigan bo'lsangiz, sizga bank shot raqamlari beriladi. O'zingizga yaqin bo'lgan xohlagan bank ofisi yoki filiallardan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Xudo xolasa sizlarga to'liq va batafsil ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar azizlar. Bizni kuzatib boring, keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.